Уважаемые, хочу сегодня поделиться очень интересной историей. Juda qiziq haqiqat bilan, juda qiziq bir kasallik tarixi bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Mo'jizalar bor, u dunyoda mo'jizalar bo'ladi. Oldimda banihoyatda go'zal, emansipirovanный, hamma narsani tushunadigan qiz o'tiribdilar va menga spermogrammani ko'rsatyaptilar. O'zingiz bilan olib keldingizmi? Ko'rsatish uchun. Endi mana familiyani ko'rsatmayman. Spermogrammani bundoq ko'rinib turibdi. Bor yo'g'i bir tomchida 3 million spermatozoid aytyaptilarki bo'lishi mumkinmi? Shahnoza opa, men ixlos qildim. Вы это слово сказали? Shu sizga kelaman, nablюдаться qilaman. Ixlos qilib hammasini o'zida defitsitlarini joyiga qo'yganlar. Железоlar ichganlar, vitamin D'lar ichganlar. 3 millionda sog'lom homila. Tabriklaymiz. Sizga bu случайni albatta ko'rsatamiz. Ishoninglar, hammasi Alloh qo'lida.